Samarqandda O'zbekiston Respublikasi tasviriy oyna ijodiy uyushmasining joriy mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida amalga oshirilayotgan islohotlarni keng targ'ib qilish, belgilangan vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Bu haqda muxbirimiz xabar qiladi. Seminar avvalida Prezidentimiz tomonidan 16 fevral kuni qabul qilingan mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi farmoni bilan joriy yilga mo'ljallangan ustuvor islohotlar yo'nalishlari belgilab berilganligi ta'kidlandi. Bunday keng ko'lamli ish nafaqat davlat organlariga, balki barcha tashkilotlar, ijodiy uyushmalar va har bir fuqaro zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Anjumanda bu o'zgarishlar va ularning ahamiyatini xalqimizga ko'rsatish, butun dunyoga namoyon etishda tasviriy oyna ijodiy uyushmasining o'rni va faol pozitsiyasi xususida fikrlar bildirildi. Mahallani yettiligi bu juda oliyjanob ish. Mahallani yettiligi mening suyanchim va tayanchim deyapti prezidentimiz. Yettilik agar qattiq ishlasa, mahallada nogiron ham, kam ta'minlagan ham, ishsizlik ham, kambag'allik ham hammasini rosa katta o'zgarish qilishi mumkin. Uning uchun targ'ibot kerak. Xalqni uyg'otish kerak. Davlatimiz rahbarining adolatli, xalqparvar siyosati oldida hamma birlashish kerak. Targ'ibot qilib, belbog'da mehnatga kirish kerak. Shuning uchun bugungi ko'rgazmamiz targ'ibot, tashviqot ishlarini qanday olib borish to'g'risida maslahatlar qildik. Albatta har viloyat o'zining taklifi bilan keldi. Juda katta targ'ibot ishlari kelishib oldik. Har viloyatda tuman, rayon, shaharlarga borib targ'ibot qilib, mahallada xalqimizni ruhiyatini, kayfiyatini ko'tarib yangi islohotlarni amalga oshiramiz. Seminarda tasviriy oyna ijodiy uyushmasi kengashi a'zolari so'z olib, mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholining turmush darajasini oshirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va bu jarayondan yurtdoshlarimizni tasviriy vositalar orqali keng xabardor etishda tasviriy oynaning o'rni muhim ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birga tashkilot oldida turgan vazifalar, yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman va shaharlar, mahallalar hayotini xalqimizga namoyon etishda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar haqida so'z yuritildi. Anjuman ishtirokchilari ko'hna va boqiy Samarqand shahrining diqqatga sazovor joylarini ham tomosha qilishdi.